Assalomu alaykum yigitlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bormisizlar? Xo'p, Aurum Elite robotini sizlarga ko'rsatyapman. Bu tillarda M15 da ishlaydi. Stop loss take profit bilan ishlaydi. Martingale yo'q, setka yo'q, hejiruniya yo'q. Xohlasanglar buni ishlatishinglar mumkin. Muhim stop loss take profit bilan. Bo'lmasam trailingda yoqishinglar mumkin klassikani. Klassik tral bor, shuni yoqishinglar mumkin. Hozir ikkalasini test qilib ko'rsatib beraman. Bir chekkadan parametrlarni aytib o'tib, delta bu signalni berilgandan keyin уровень поддержки сопротивления qo'yadi. Qanchadir pips teparoq yoki pastroq qilib, bu ikkala funksiya поддержкani izlash uchun ishlatiladi. O'sha maksimum minimumlarni izlaydi bu. Stop loss, take profit, virtual trailing stop, buni ishlatmay qo'yganlar ma'qul. Klassik tral o'zi yaxshi ishlayapti. Xo'p. Ikkalasini yoqib qo'ysanglar ham farqi yo'q. Ikkalasi ham bir xil ko'rsatkich bilan ishlaydi. Trailing stop, trailing start, plus step tral. Bu yerda no loss bor, bu ham har ehtimolga qarshi, bu lekin falsda turadi. Bu ishlatganim yo'q. Buni foydalanmadim gapni ochig'i. Bu o'shanaqa kerak bo'lsa, nimadan внешний переменni olib tashlayman, sizlarga xalaqit bermasligi uchun. Bo'lmasam shu. Xo'p, lot, bu yerda risk bor. Risk falsa turib turibdi. Bu yerda 0.01 dan foydalansanglar bo'ladi. Har bir $100 ga 0.01 dan oshib ketadi. Endi umumiy qilib ishlatganda buni ishlatish shart emas. Mening shaxsiy fikrim bu yerda rushnoy lot hisoblab ketish kerak. Sababi $10,000 ga chiqib ketganda har $100 ga nisbatan lot o'zgarib, anaqa bo'lib, strukturasi buzilib ketadi robot. Shunaqa. Bu count order. Bu yerda misol uchun o'zini orderi bor, bitta order. Keyin qo'shimchani ikkita order. Bu time current, bu qanchadan qaysi masofada o'zi currentda turibdi, 15 minutlik time frame ga nisbatan ishlaydi. Har 15 minutdan keyin ikkita order ochadi. Bitta 15 minutdan keyin bitta ochadi, keyin 15 minutdan keyin bitta ochadi. Maksimum, minimum o'zgargan bo'lsa, o'zgartirib qo'yadi orderlarini. O'zgarmagan bo'lsa, bitta nuqtaga qo'yadi. O'sha taraflama ma'qul bo'lgan funksiya bu. Keyin bu time delete, bu ochiq turgan orderlarni udalib qilish sekundlarda turibdi. Bu 50 millisekundda nimani minutga aylantirib qo'ysam bo'lardi. Menga sekundda anaqa ma'qul bo'lgani uchun sekundda qoldirib qo'ya qoldim. Buni tegmasanglar, umuman hech narsaga tegmasanglar ham bo'laveradi. Xullas, bu yerda faqat stop loss take profit bilan variantida ishlanadi. Buni vizualniy rejimda ko'rsak, agar vizualniy rejimda ko'radigan bo'lsak, xo'p, bu qanday? Mana ko'rib turganimizdek, mana orderlarni har xil joyga qo'ydi. Mana yerda bitta stop уровень bitta nuqtaligi uchun bitta joyga qo'yapti. Bu yerda ikkilamchi o'tpagani uchun ikkita nuqtaga nisbatan qo'yapti ikkita orderni. Boyaga aytgandek, mana 23:45 0 15. Mana 12:30 45 30. 15 minutlik o'rtadagi masofasi bilan qo'yapti buni. Orderlarga keladigan bo'lsak, mana faqat buy stop, sell stoplar turibdi. Bu yerda anaqa yo'q. Bu yerda stop loss take profit bilan ishlayapti. Xo'p. Buni hozir vaqtinchalik o'chirsanglar, vizualizatsiyani o'chirib buni start beraman. Bu hozir 3 ta order bilan ishlayapti. Boshdagi agar marja yetmasa, orderlarni ochmay qo'yaveradi. Hozir bu yerda haligi 3 ta order turgani uchun ikkitasi bilan ishlayapti hozir. Keyin hozir quvvat yetishi bilan qolgan orderlarni ham qo'shib ishlab ketadi bu yerda. Mana boshladi ishlashni. Hozir bu test tugashi bilan yana qo'shib yuboramiz hozir. Xo'p, mana testimiz ham oxiriga yetdi. Bu fiksirованный stop loss take profit bilan ishladi bu. Back testimiz nima bo'ldi? $100 ga nisbatan $124, $131 prosatka bo'libdi. Demak, $100 bunga kamlik qilar ekan, sal kattaroq bilan ishlash kerak ekan. Xo'p, parametrlarga kirib, endi klassik tralni yoqamiz. Klassik tralni yoqamiz. Lotda sal bittaga oshiramiz, sababi bu take profitlarni qirqib yuboradi-yu. Kamroq daromad bo'lib qolmasin, shuning uchun lotni 0.02 ga ko'tardim. Buni ham vizualizatsiya rejimida ko'rib olamiz. Xo'p. Boyagidek aytganimdek, bu yerda yana 3 ta order bilan ishlayapti. 0.2 bilan ishlab ketyapti. Vizualizatsiya rejimida ketyapti-da. Endi mana 0.2 bilan buni ko'rsatmoqchi bo'layotganim mana bu yerda trailing stop ishlayapti mana. Mana stop orderlarni surib olib borib, trailing stop ishlayotganini ko'rsatib qo'ymoqchi edim. Bu yerda mana hammasi trail bilan yopilayotgani uchun bu yerda qizarib yotibdi.
stop loss nima qilyapti, lekin tralda ishi bu. Xo'p, bu holat bo'ldi. Endi vizualizatsiyani yechib, buni start beramiz. Xo'p, bu ham 15 minutlik time frame. Tashqi perimeterlarni ko'rsatdim sizlarga nimadan iboratligini. Robot trailing stop bilan ishlab ketyapti endi. Bu ishlayotganlari stop losslar, qolganlari tral bilan ishlayapti. Bu hozir optimizatsiya tugasin, video cho'zilib ketyapti, yana davom etamiz. Xo'p, aytmoqchi edimki, optimizatsiyada program qilyapmiz buni. Trailing stop ishlayapti bu yerda o'rtoqlar. Shuning uchun bu yerda stop loss take profitlari ozroq, lekin chaqarroq ishlaydi narigi holatdan, stop loss take profitdan ko'ra. Xo'p, testimiz yakuniga keldi. Bu yerda mana $100 da $1241 qildi. Prosatkasi $41 bo'ldi. $48, tak $24, xullas o'rtacha $41, $48 prosatka bilan $1200 ni qo'l oldi bu. Shunaqa. Endi parametrlarga keladigan bo'lsak, bu mana funksiyamiz bu riskni belgilaydi $100 ga nisbatan, boyaga aytgandek $100. 0.01 bilan ishlaydi. Buni yoqishni tavsiya qilmayman. Bu sababi katta daromad beradi-yu, nimaga tavsiya qilmayman? Sababi lot kattalashgan sari, ob'yom depozit kattalashgan sari u $100 ga nisbatan ishlaydi-yu bu. Endi bu yerda haligi 1000-2000 bo'lib qolgandan keyin bitta stop lossi уже $200-300 minusga yurib qolgandan keyin lot kamayib ketib, xullas balansi buzilib ketadi buni. Buni ko'rsatib qo'yishim ham mumkin qanaqa bo'lishini. O'shuning uchun real paytda bundan foydalanmaslik kerak deb o'ylayman. Bu hozir mana уже hozirda o'zi $165 ga chiqib oldi. Уже lot oshishni boshlaydi hozir. Har mana $200 yetgandan hozir mana уже lot oshdi bu marta. Bu yerda ko'rsatmayapti. Buni vizualizatsiyada ko'rsatishim kerak edi. Daromad katta bo'ladi-yu, lekin haligi depozit hozir $100, $200 bo'lib turibdi. Agar bu oshib ketadigan bo'lsa, xuniga chiqib ketadi. Shuning uchun buni sal boshqacharoq qilish kerak shekilli, yo'qmasam ruchnoy qilganinglar ma'qul o'zi aslida. Depozitga nisbatan lotini belgilab ketganinglar ma'qul. Sababi bu robot, undan oldingisi, keyin o'zingizlarda bor robotlarda masalan riskini 0.01 ga nisbatanmi yoki bu depozitlarga nisbatan belgilasanglar ham haylab ketib qolmaydi-da. O'shini hisobga olib, fiksirni lot bilan ishlaganinglar ma'qul. Depozitlar oshsa, kalkulyatsiya qilib turib, shunga qarab qo'yib qo'yasiz. Bu stop loss ushlasa ham, boshqa qilsa ham lot o'zgarmaydi-da. O'sha narsasi qiziq. Qarang, mana уже $2000 ga chiqib ketdi depozit. Уже xuniga chiqishni boshlayapti mana uni. Qarang, mana xuniglashib, lot kamaytirib, ozaytirib, mana $3000 ga chiqqandan keyin faraz qiling, bu yerda aytaylik $300, $400 kaltayib qolsa ham bu lotini kamaytirib oladi-yu depozitga nisbatan. O'shini evaziga mana holatlar kelib chiqyapti. Mana yegan stop lossini tiklashi o'zini yuradigan potensialni yo'qotyapti bu yerda. O'shunga men sizlarga nimadan foydalanmanglar deyotganim shu. Nimani oshirib ketishdan. $100 ga nisbatan degan joyga shuna to'g'ri deb o'ylayman men. Lekin testga bo'laveradi. Testda qilib, mo tekshirgani, depozit qanchaga oshiryapti, nima bo'lyaptisini ko'rgani yaxshi. Lekin back test ko'ramiz. Mana 7000 ga chiqib qo'ydi. Endi mana prosatkasi 1121. Endi bu ko'tarilayotganda evaziga. Yigitlar, keyin yana bittasizlarga yangilik, gapni ochig'i, bu robotlarni sotmoqchi emasman, tekinga bermoqchiman. Bu robotlarda bundan oldingisini ham, nasib qilsa bundan keyin ham bir zo'rroq robotlar yoziladigan bo'lsa, ularni ham tekinga bermoqchiman sizlarga. Absolyutni tekinga. Faqat bitta shartim bor. Men referalka silkamni o'tib, menga hisob raqaminglarni bersanglar, meni referalkamni o'tgandan keyin Gmailni menga jo'natsanglar, men sizlarga bu narsalarni privaska qilib beraveraman. Har qanaqa yozilgan, cho'tga yoziladigan robotlarda hammasi o'sha holatda beraman. Men to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Lekin pullar kerak emas. Bir tiyin pul, anaqa yig'ilgan pullarni iltimos egalariga qaytarib yuborsanglar. Yigitlar, mayli tinch bo'linglar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Gaplashamiz yana.